Sening yengillik siring. Sizlarni Kodeksning sport qiz bolaga yarashadi kursida qutlayman. Mening ismim Xurshida va bugun o'zingizni his qilishingizni va yurishingizni o'zgartiradigan sirni ochaman. Bu stretching. Biz qizlar uchun cho'zila olish bu nafaqat mashqlar, balki o'zimizga energiyani qaytara olish, stressdan xalos bo'lish va o'sha qirolichalar nazokatini his qilish hamdir. Bizning sport qiz bolaga yarashadi loyihamizda biz sport har bir qizga, ayniqsa u zavq keltirsa, yarashishi haqida ta'kidlaymiz. Agar sen aslo egiluvchan emasman deb o'ylasang, qayg'urma. Sen istalgan darajadan ham boshlashing mumkin. Sen birinchi mashg'ulotdan keyin ham yengillikni his qilishing uchun biz eng oson harakatlarni tayyorlab qo'ydik. Axir sen o'zingni qulay va himoyalangan his qilganingdagina tanangni o'zi ochilishga intiladi. Bizga faqat gilamcha, qulay kiyim va oynaga qarab tabassum qilish xohishingni o'zi kifoya. Boshladikmi? Burundan nafas olish 4 soniya va hamda nafas chiqarish 4 soniya. Oyoq uchida turamiz, osmonga intilamiz. Keyin sekin astalik bilan tushamiz. Oyoqlar yelka kengligida 4 soniya ichida nafas olamiz va nafas chiqaramiz. Takrorlaymiz. Ajoyib. Endi oyoqlar uchiga turamiz. Nafas olamiz. Oyoqlar uchiga turgan holda tepaga tortilamiz va nafas chiqaramiz. Takrorlaymiz. O'pkamizni ishonchga to'ldiramiz. Go'yoki yulduzlarga yetmoqchi bo'lgandek. Tepaga tortilamiz. Endi esa sekin pastga belimizdagi bor taranglikni tashlab yuboramiz. Qonning tezroq yurishini his qilyapsizmi? Bu energiyangiz uyg'onmoqda. Bo'yin razminkasi, И наклоны в стороны. bo'yinni aylantirish, keyin ikki tomonga egilish. Endi bo'yinlarimizni aylantirish harakatlari bilan yumshatib olamiz. Boshlarimizni o'ng va chap tomonga doira bo'ylab sekin aylantiramiz. Har bir yo'nalishga 8 martadan. Avval o'ng tomonga doira chizamiz. Keyin esa chap tarafga. Mashq davomida yelkalarimizni ko'tarmaslikka harakat qilamiz.
va yelkalarni ozod qilamiz. Biz qizlar ko'pincha tashvishlar yukini ko'tarib yuramiz. Keling, bu yukni nafas bilan chiqazib yuboramiz. Egilishlar. Oyoqlar yelka kengligida. Chap qo'limizni tepaga ko'taramiz va o'ng tomonga egilamiz. Bu holatda 4-6 soniya davomida qolamiz. Keyin ohistalik bilan oldinga egilamiz, qo'llarni almashtirib boshqa tomonga egilamiz. 3-4 marta takrorlaymiz. Yon tomonga egilishlar. Oyoqlarimiz yelka kengligida. Chap qo'limizni tepaga ko'targan holda sekin astalik bilan yon tomonga egilamiz. Qo'llarimiz tortilgan, yelkalar ochilgan holda va sekin astalik bilan oldinga egilgan holda almashtiramiz. Qaytaramiz. Nafas olamiz, cho'zilamiz va qaytaramiz. Yonboshga egilamiz. Holatni ushlaymiz. Biqinlarni ochilishini his qilyapsizmi? Bu sening egiluvchanliging va bu senga yarashadi. Oldinga va orqaga egilish, 90 gradusga engashish, keyin esa orqaga egilish. Ikkala qo'lni ham oldinga cho'zamiz. Orqamiz taxminan 90 gradus burchak ostida, sekin va nazorat ostida oldinga egilamiz. Keyin esa ohista orqaga qaytamiz. Endi esa bel va orqa mushaklarini bo'shatamiz. Oldinga ohista egilgan holda o'zimizni bo'sh qo'yamiz va sekin astalik bilan qaddimizni tiklaymiz. Qaytaramiz. Orqa bilan ishlaymiz. Ohista tempni nazorat qilib, yana oldinga egilamiz. Erkin, qo'llar pastda. Kimdir polgacha tushira olsa, bu yaxshi. Agar polgacha tushmasa, muammo emas.
Tizzalarni aylantirish, tik turgan holatda tizzalar bilan doira harakatini bajaramiz. Bu vaqtda son, ichki mushaklar ham ishlaydi. Endi esa tizzamiz bilan aylanma mashqlar bajaramiz. Belimizni bukamiz, qo'llarimiz tizzada va aylanmalar qilamiz. Korpus bilan 360 gradus ostida katta doiralar. Qo'llarimizni oldinga cho'zamiz. Salgina oldinga egilgan holda bo'lamiz. Keyin esa korpus bilan 360 darajada katta doira chizamiz. O'ng va chap tomonga qarab. Davom etamiz. Oyoqlar yelka kengligida. Qo'limiz oldinda. Bir oz oldinga egilgan holda 360 gradusga aylanamiz. O'ng tomonga va hamda chap tomonga. Qaytaramiz. Bo'g'imlarimizni himoya qilamiz. Korpus bilan katta doira chizamiz. Tasavvur qil, sen butun dunyoni o'rab olyapsan. Sen egiluvchan va shu bilan bir vaqtda kuchli bo'la olasan. Orqani egish. Boshdan belgacha yengil to'lqinga. Birinchi bo'lib orqamizni yoy shaklida bukamiz. Keyin esa sekin gavdamizni tik tutamiz va ozroq pastga egilamiz. Keyin yana orqamizni dumaloqlashtiramiz. Mushukcha mashqi. Qo'llarimiz oldinda. Oyoqlarimiz qo'llarimiz kengligida. Belimizni orqaga bukamiz. Belimizni dumaloq shaklga keltiramiz. Va sekin astalik bilan orqaga egilamiz.
To'lqin boshdan boshlanadi. Dastlab boshni sal orqaga olamiz, keyin yelkalarimizni orqa tomonga ochamiz. Undan keyin esa bel va orqa qo'shiladi. Bu harakatlardan keyin oldinga o'tamiz. Belimizni bo'sh qo'yib, bola pozasiga o'tamiz. Bu kichik buklangan holatdan yana tik bo'lamiz va mashqni qaytaramiz. To'lqin mashqlari. Asta-sekinlik bilan boshimizni orqaga egamiz va sekin-astalik bilan dumaloq shaklga kelamiz va nafas olamiz, tekislanamiz, qaytaramiz, boshimiz orqaga Yonboshga to'lqinsimon harakatlar. Tizzada o'tirib, yon taraflarga yengil to'lqinsimon harakatlar bajaramiz. Gavdamizni yonboshga egamiz. Qo'llarimizni uzoqqa cho'zgan holda. Bu vaqt sonlar pastda bo'ladi, chunki tizzalab o'tiribmiz. Mashqlarni o'ng va chap tomonlarga qilamiz. Yonga to'lqinlar. Sekin-astalik bilan chap qo'limizni yon tarafga tortamiz va to'lqinsimon shaklda ortga qaytaramiz. Boshqa qo'limizda takrorlaymiz. Bu yerda biz uzoqlarga cho'zilishimiz zarur. Va sekin-asta ortga qaytaramiz. Chuqur nafas olamiz. Va nafas chiqaramiz.
O'tirgan holatda oldinga cho'zilish. Endi polga o'tiramiz. Oyoqlar oldinga cho'zilgan, yelkalarimiz tekis, qo'llar oldinga cho'zilgan. Endi gilamchaga yoting. Tana bo'sh holatga kelishi uchun oyoqlaringizni cho'zing. Qo'llarni tepaga ko'taring. Nafas oling. Chuqur relaks holati. Qo'llarimiz tepada, oyoqlarimiz ochilgan holatda. Sekin astalik bilan oldinga egilamiz. Nafas olamiz va qaytamiz. Bu yerda belimizni bukchaymasligini kontrol qilish lozim. Oldinga egilamiz, belimizni tekis ushlaymiz, cho'zilamiz va sekin astalik bilan orqaga qaytamiz. Qaytaramiz. Igna ko'zi. Chalqancha yotib, bir boldirni ikkinchi oyoq tizzasiga qo'yamiz va uni o'zimizga tortamiz. O'ng oyoqni o'zimizga bukamiz, qo'llar bilan uni quchoqlaymiz va cho'zilganini his qilib, uni bir tomondan ikkinchi tomonga sekin tebratamiz. Endi chap tizzangizni buking va o'ng tizzangizni o'ngga burib, boldiringizni chap oyog'ingiz ustiga o'tkazing. Chap tizzangizni ushlab, iloji boricha o'zingizga torting. Endi xuddi shuni chap oyog'ingiz bilan takrorlang. Nina ko'zi. O'ng oyog'imiz chap tizzamizni ustida. Qo'llarimiz bilan chap oyog'imizni ushlagan holda ohistalik bilan o'zimizga tortamiz. Chuqur nafas olamiz, qaytaramiz va tortamiz. Va boshqa oyog'imizga ham takrorlaymiz. Buralish. Tizza yon tomondan polga qo'yiladi. Nigoh qarama-qarshi tomonga qaratilgan. Chap tizzangizni buking
va o'ng oyog'ingiz ustidan tekis yoki biroz egilgan holda o'tkazing. Tizzangiz bilan o'ng tomoningizga polga tegishga harakat qiling. Chap qo'lni yelka darajasida yon tomonga cho'zing. Kaftingizni pastga qarating. Buralishni sekin chuqurlashtirish uchun o'ng qo'lingizni chap tizzangizni ustiga qo'yishingiz mumkin. Chap kaftingizga qarab boshingizni chapga buring. Chap yelkangizni poldan ko'tarmaslikka harakat qiling. Agar tizzangiz polga tegmasa ham hech narsa qilmaydi. Eng muhimi, yelkangizni yopishtirgan holda ushlab turing. Qorningiz bilan chuqur nafas oling. Har bir nafas chiqarishda tanangiz o'z og'irligi ostida pastga tushishga imkon bering. Buralishni boshqa tomonga ham takrorlang. Endi buralish mashqini bajaramiz. Belimizga yotgan holda o'ng oyog'imizni chap qo'limiz bilan yerga tortamiz. O'ng qo'limizni yonga yerga qo'yamiz va sekin astalik bilan chap qo'limiz bilan pastga oyog'imizni tortishga harakat qilamiz. Yelkamizni yerda ushlashga harakat qilamiz. Dastlab chap tarafga xuddi shu mashqni bajaramiz. Sening yangi holating. Mashg'ulotlarimiz nihoyasiga yetdi. O'zingizga minnatdorlik bildiring. Sizlar hozirgina tanangizga bebaho g'amxo'rlik daqiqalarini sovg'a qildingiz. Ayollar uchun stretching bu shpagatlar haqida emas. Bu hayot sifati, xotirjamlik va boshingizdagi o'sha ko'rinmas toj haqidadir. Qayta ishga tushish kerakligini his qilishing bilan istagan vaqtda shug'ullan. Yarashadi by Kotex loyihasi fitness olami va ishonching uchun har doim yo'lboshchi bo'ladi. Kanalimizdagi keyingi mashg'ulotlarni o'tkazib yuborma. Sen betakrorsan, sen uddalading. Xayr, senga sport yarashadi.